agar sizga korrupsiya kerak bo'lsa, Mir Mahmudovdan men topib beraman. Undan tashqari ayol hukumat bormi, kollegiyalar bormi, hamma yerda men topib beraman. Alaykum, men Mamatova Zebinsa Noqat shahrining Mir Mahmudov ayol hukumatining Kalin ko'chasida yashayman. Men Maqsadaliyev Turdali menen 10 yildan beri shu eshikda yashayman. Turdali kuyovim menen ikkita bolam, o'rtamizda ikkita bola bor. Men sizlarga qayrilganimdan sabab kuyovim 2024 fevral kuni o'tib ketdi. Undan keyin 3 oydan keyin Maqsadaliyev va Mahburat Hoji qaynam ham o'tib ketdi. Shular o'tgandan keyin kuyovimning tug'andari uyda qizil kitob qilishib olib, meni bu yerdan ikki bolam mendan sudga berib haydashyapti. Ikki bolam yoshi jetelik, biri 6 yosh, biri 5 yashar baldarim bor. Ular mendan men hozir qayerga boraman? Kuyovimning tug'andarida baldari cho'ng-cho'ng, katta pul topishadi, uy yeridari bor. Ikki bolamning do'lyasini shu eshikdan haqqini olib berishlaringizni so'ranaman. Kuyovimning tug'andari ko'p urib xotiningni qo'yasan, jo'qotasan deb shu uyda tortib olish maqsadida kuyovimni ko'p urib berib kuyovimni o'tib qoldi. Hozirga kelib, endiga kelib kuyovim o'tishidan foydalanib ikki bolam bilan ko'chaga haydab o'tadi. Hurmatli prezident Sadir Jabborovich, sizdan shuni so'ranaman. Prokuraturalarga qayrildim, hech qaysi yer meni arzimni qabul olmayapti. 3 marta oqsoqollar sudida qatnashdim. U yerda ham bo'pti beram deb turib, keyin qizil kitob qilishib olib, ulardagi bizdagi hech narsa qilmaymiz deyishyapti. Uydan chiqib ket deb chiqarishyapti. Bir sotik ham yer berilmasin, boshqa joydan ham biz turar yer bermaymiz deb meni haydashyapti. Shunga bir nima ko'rib berishingizni so'ranaman sizdan. Yashayotgan eshigimiz 21 sotik. Hurmatli prezident Sadir Jabborovich, men shu qizning opasining ejasiman. Ko'rak men qo'sha yurganman. Oqsoqollar sotiga ko'rak qatishganman. Opasini qo'shishgan emas, urushib ketadi deb. O'shaning uchun men sizdan so'ranaman, yordam berishingizni. Men guvoh bo'lganman. Kuyovsini urganiga ham guvoh bo'lganman, va'da qilganiga ham guvoh bo'lganman, yerdan ulush ajrataman degan so'zlarga da guvoh bo'lganman. Emiga kelib bularni quvib solyotadi. Chiqarib solyotadi hozir ikki bolasi bilan. Hatto ikki bolaning nimasini topib berishingizni sizlardan so'ranamiz. Eldan da so'ranamiz, sizdan da so'ranamiz, yordam berishingizni. Biz eptelbadik, ayol boshchisi da eptelbadi, prokuror da eptelbadi, endi buni chechimini kutib o'tamiz. Umidimiz sizdan 14-inde sud bo'ladi. O'shani kutib o'tishadilar. Yeri действительно cho'ng ekan, 21 sotik. O'shaning uchun hatto bir davlat chiqish kerak boldarga. Kuyosiga eng kichkina bolaga aqsi bor qolishga. Ular eptep-septep bularni quvib solyotadi. Osimdarimdan palajenalari jab-jaqshnaqay. Lekin bulardiki ayavay jomon ekan. O'shaning uchun sizga chiqqan yerimiz o'shol. Yordam beringiz. Hurmatli prezident Sadir Jabborovich, men sizdan so'ranaman. Men dag'i so'ranaman. Agar sizga korrupsiya kerak bo'lsa, Mir Mahmudovdan men topib beraman. Undan tashqari ayol hukumat bormi, kollegiyalar bormi, hamma yerda men topib beraman. Men qizimni shu daraja bir ayolga bunchalik azob, bunchalik narsa o'ta kuchli bo'lib ketyapti. Men sizdan so'ranaman. Yana so'ranaman. Bu ikkita go'dayda nima bor? Bu ikkita go'dayda qanday da'vo bo'lyapti? Bu bolalar shu yerda tug'ilgani uchunmi? Bularga qanday sud chaqiruv bo'lyapti bularga? Sudga chaqiryapti. Bundan keyin Mir Mahmudov ayol hukumatini yaxshi tozalash kerak. Yaxshi tozalamasak bo'lmaydi. Ayol boshchi yegan, hammasi yegan. Men bo'yniga ham ilib qo'yaman. Qayerda qanaqa bo'lib yeganlarini. Akalari boshida beraman, bo'pti, grantingacha qurib beraman desa biz oldandik. 1,5 yilgacha No'g'at akam oldab turib, buni avsini chiqa qolib beri o'rtada men yer meniki dedi. Yo'q, yer hammadan qoladi. Hammang yerdikisan. Yer meniki emas, yer sen yerga kirasan hammang. Lekin go'daylarning haqqi, sag'irlarning haqqi 7 daryoning suvini quritadi. Ko'zingni katta ochib qo'ygin. Kalleling ko'chaliklar, mayli, o'zlaringni olib qochyapsizlar.
Lekin kelajakchi bu bolalar uchun kim javob beradi? Prokuratura eshikni tagidan chiqardi. Yo'q, buni dag'i sud chechadi deb. Bir bo'lsa ham, bir marta bo'lsa ham qo'limizdan qog'ozni olib o'qib ham ko'rmadi. Qayerda qonun bor? Qayerda mezon bor? Qayerga boraylik? Aytingchi. Bu bolalarni ko'tarib men qayerga borayin? Bu yerda urdi, bu qizimga ham mush ko'tardi, menga ham mush ko'tardi. Zo'rlik zo'mbulik kerakmi? Mana shu yerda bo'ldi zo'rlik zo'mbulik. Qancha kerak sizga zo'rlik zo'mbulik? Noqatda o'ta kuchli korrupsiya ketyapti. Menga bering, bir nima bering, qonundan bitta nima bering, men sizga ishlashayin. Birlashayin, yordam bering. Men sizdan yana yordam so'rayapman, Sadir Japarovich. Ikkita sag'ir bolalarimga ikkita nonga olmagan aka-ukalar qanday bu uyda talab qiladi? Bu bolaning atında jerilish bor, u sotildi. Bu bolaning atında paslikka bor, u sotildi akasining qarziga. Bu bolaning atında endi mana shu uy qoluvdi, mana shuni tag'i olishdi. Bu haqiqat bormi? Menga o'ta alam qilgan joyi mana shu bolalarni sudga chaqirgani. Bu haqiqat. 3 yashar, 5 yashar bolada nima gunoh? Shu kallalida tug'ilganimi gunohsi? Yo'q, u daraja bo'lmaydi. Shariatchi, shariat qayoqqa qarab turibdi? Shariatda bir qori bordi, Muzaffar qori bordi. Bu bolalarni qoli baloda enasini qonida tag'in qoli balo yozib qo'yibdimish. Sag'ir zo'rayganda qon enasini qonida yetim bo'lib, yetimda nonini yeyishmish. Shu gapmi? Bu ertaga Alloh oldida bular qanday javob beradi? Bular Alloh ertaga qiyomat borligini, Alloh oldida javob berishini biladimi bu? Men sizdan yana so'ranaman. Yordam bering. Unimizni eshiting, iloji boricha unimizni eshiting. Men sizdan o'ta so'ranaman. Men o'zim 2-guruhda invalidman. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Men so'zim shu.